Bugun maktabgacha ta'limda asosiy e'tibor ta'limga bolalar qamrovini kengaytirish, sohaga xalqaro tajribalarni olib kirish hamda ta'lim-tarbiya sifatini oshirishga qaratilgan. Tasdiqlangan dasturlarga muvofiq 2025-yil yakuniga qadar bolalarning maktabgacha ta'limga qamrov ko'rsatkichi 80% ga yetkazilishi belgilangan. Ayni shu yo'nalishdagi ishlar qatorida Nurafshon shahridagi maktabgacha ta'lim tashkiloti qayta rekonstruksiya qilindi. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Maktabgacha ta'limning eng muhim va boshlang'ich nuqtasidir. Bolaning yetuk inson bo'lib shakllanishida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida beriladigan ilk bilimlarning ta'sir samarasi ham yuqori. Eng quvonarlisi esa hozirda maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni kundan kunga ko'paymoqda. Nurafshon shahri Qumariq mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan ushbu muassasa avval ancha eski bo'lib, foydalanish uchun yaroqsiz holatga kelib qolgan edi. 2024-yil investitsiya dasturi asosida 4 milliard so'mdan oshiq mablag' evaziga 120 o'rinli 23-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining yangi binosi qurilib, foydalanishga topshirildi. Qurilishda inshoot xonalari to'liq davlat standartlariga mos jihozlandi. Musiqa xonasi, sport zal, oshxona, mashg'ulotlar o'tkazish va dam olish xonalari, yozgi o'yingohlar, jajji bolajonlar ixtiyoriga topshirildi. 23-maktabgacha ta'lim tashkiloti 2001-yilda ishga tushgan edi. Bu moslashtirilgan binoda joylashgan edi. Juda ham sharoitlarimiz og'ir edi. Musiqa zallarimiz, sport zallarimiz yo'q edi. Hamma xona bitta xonada ovqatlanardi, hamma narsa bitta xonada edi. Rosa qiyinchiliklar bilan ishlaganmiz. 17 yil shu bog'chada rahbarlik qildim. Mana prezidentimizga ham katta rahmat. Bog'chamiz dasturga tushib, qayta qurish rekonstruksiyaga tushib, qaytadan qurildi. Eski bog'cha binoni o'rniga yangi zamonaviy bog'cha qurildi. Hamma shart-sharoitlari bilan hojatxonalari ichida, yuvinish xonalari ichida, oshxonalari alohida, orqada o'yin maydonchalari bilan juda ham chiroyli bog'cha qurildi. Bog'chamizda mentalariy fensika ochamiz. Bolalarni rivojlanishi uchun ingliz tili, rus tili fanlari o'tiladi. Ochilish marosimida Toshkent viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari, Nuroniy jamg'armasi Nurafshon shahar bo'limi rahbari, bir qator mas'ullar hamda mahalla faollari ishtirok etdi. Maktabgacha ta'lim tashkilotini yangitdan barpo etib ochilishdan asosiy maqsad birinchi navbatda mana shu hududdagi bog'cha yoshidagi bolajonlarni maktabgacha ta'lim tashkilotiga qamrab olish va shu bilan birgalikda birinchi navbatda mana prezidentimiz ham bejiz ta'kidlab o'tmadiki, ta'lim demak najot ilmda, najot bilimda, najot bu ta'limda deb bejiz ta'kidlamadi. Shuning uchun biz bolalarimizni tarbiyalash jarayonida ilk maktabgacha yoshidan tarbiyalab borishimiz va maktabga tayyorlab chiqarishimiz bolani har tomonlama bu fiziologik jihatdan, psixologik jihatdan mukammal bo'lib yetishishga sababchi bo'ladi va imkoniyat yaratadi. Nurafshon shahri bugungi kunda jadallik bilan rivojlanib kelayotgan shaharlardan biri hisoblanib, aynan maktabgacha ta'lim sohasida ham ta'kidlab o'tishim kerakki, ikkita bog'cha qurilishi rejalashtirilgan. Bittasi o'sha xususiy davlat xususiy sherikchilik asosida qurilayotgan bo'lsa, bittasi davlat bog'chasi mana bu yil 2025-yilda qurib bitkazilib, o'sha bolajonlarni tarbiya olishlari uchun barcha sharoitlar yaratiladi. Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim sohasiga qaratilayotgan bunday e'tibor albatta ma'nan va jismonan yetuk, barkamol avlodni voyaga yetkazishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.